Tog'larning orasida atom bomba tushadi deyilgan. Atom bomba tushadi deyilgan. Uning tasodif edi, lekin to'xtatib bo'lmaydi. Yaxshilarga qaraganda u tasodif edi. Uni to'xtatib bo'lmaydi. Bizning nimamiz bunga qurmasak ham bo'ladi. Chunki biz yonimizga tushmasa kerak. Biz o'lib bo'lgan edik. Chunki bizlar bizni bosib ketgan edi. O'g'lon, sennikini. Sandig'ingga kirgan deyman. U tasodif edi. Bo'lishdi, uylargacha portlab ketgan. Bo'lishdi, loyidan bo'ladi. Qishloqlarni radiatsiyadan bular hali o'ladi. Salom qishloqqa, yaxshimisan? Yaxshimisan qishloqqa? Uyingga bomba tushdi. Nima qildi? Uyingga atom bombalar tushdi bu qishloqqa. Bizda ham qishlog'imiz Yo'q, menga tushadi. Menga aldaysan. tog'lar orasida hozir yomon katta bomba tushadi. Atom bombadan yomon katta bomba. Undan ko'ra bu yerdan qochib ketishimiz kerak. Yo'q, qishloqni himoya qilamiz. Mayli, unda ketdik. Hop. Qishloqqa. Ketdik, qayerda? Nimaga qarab o'tiribsan bu yerda? Nima deysan? Men asab buzilib o'tiribdi. Yo'qol. Sasyapsan. Mayli, qishloqqa. Lekin aybga buyurma-yu, men bu yerdan ketaman. Nega yo'qolib ketmaysanmi? Sasyapsan, qishlog'imni sasyapsan. Hozir tog'lar orasida atom bomba tushadi. O'lasan bu atom bombaga. Yo'q, aldama. Olmoqanim yo'q qishloqqa. Yo'q, shuning uchun bu yerdan ketishimiz kerak, qishloqqa. Qishloqlar, bu yerdan ketdik, hozir atom bomba tushadi, qishloqlar. Qishloqlar, ketdik, hozir bu yerdan atom bomba tushadi. Voy dod, atom bomba tushyapti. Tushdi. Men ketdim. Ana tushdi. Men o'zimni qishloqimga ketdim. O'zimizni ham qishlog'imizda lavalar tushayotibdi. Madam, 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 madam.